Bismillah, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun bir rolik yordamida tikka turgan holatda press mashqini bajarishni o'rganamiz. Endi boshlayotganlar uchun to'g'ri press mashqini tikka turgan holatda rolik bilan press qilish xavfli hisoblanadi, chunki umurtqa bilan hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun dastlab noldan bosqichma-bosqich o'rganishni o'rgataman. Rolik ishlayotganimizda qo'limiz xuddi shu holatda bo'lishi kerak. Mana bunaqa turgan payt xato hisoblanadi. Mana shu holatda bo'lishi kerak. Keyingisi qo'llarimiz uzun cho'zilishi shart emas. Sal egik holatda qisilgan. Bunaqa emas, sal bo'lishi kerak. Tushuntira oldim degan umiddaman. Demak, boshlaymiz. Birinchi mashqimiz hammaning uyida bor devor, shkaf yoki shunga o'xshagan narsani to'siq qilib olamiz. Va birinchisi tanani chiniqtirish uchun qisqaroq masofada mashqni shu ko'rinishdagi mashqni bajaramiz. Bu mashqni ham 5 kun yoki 1 hafta mobaynida bajaramiz, chunki tanamiz o'rganib, muskullarimiz o'rganib olishi uchun 1 haftachalar mobaynida bajaramiz. So'ng tanamizni chiniqtirib olganimizdan so'ng qisqaroq masofada boshlagandan keyin shu masofada yana bir qarich orqaga siljiymiz va mashq boshlaymiz. Ushbu ko'rinishdagi mashqni ham kamida 5 kun yoki 1 hafta mobaynida bajarganimizdan so'ng to'siqsiz shunday o'zimiz bajaramiz. Mana biza tizza yordamida rolik bilan mashq qilishni o'rganib oldik. Keyingi mashqimiz tikka turgan holatda press mashqini, rolik yordamida press mashqini bajarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun dastlab bizaga tizza bilan bajarganimiz singari devor kerak bo'ladi. O'rtadagi masofa 1 metrgacha emas, 1 metrli bo'ladi. Shu holatda tanamizni chiniqtirib olamiz. Chiniqib olishimiz uchun bu mashqni ham 5 kun yoki 1 hafta mobaynida bajaramiz va shu mashqni 1 hafta mobaynida bajarib bo'lganimizdan so'ng o'rtadagi masofani yana 1 qarichga uzaytiramiz. Masofani 1 qarich uzaytirganimizdan so'ng yana mashqni 1 hafta mobaynida bajaramiz. Bu mashqni ham o'z nihoyasiga yetkazib bo'lganimizdan so'ng hech qanday to'siqlarsiz faqat biz va rolik yordamida shu mashqni bajaramiz. Bir narsaga e'tibor berishimiz kerak, tanamiz to'liq chiniqqaniga ishonchimiz komil bo'lsagina shu mashqni qilishimiz kerak. Demak, o'rtadagi masofa farqi yo'q endi siz uchun.
but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I